Yo'q, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana tamam do'stlar. Bugun biz mana qishloqqa keldik. Yangi qishloq do'stlar. Bu qishloq endi qanday nima narsalari bor ekani juda ham oz qolib ketganmiz. Pechka kerak buncha. Pechka. Yegan. Pechka yegan. Itlarim kelishyapti. Oppa. Qaysi uyda bu yerda? Crafting table. O'zini tasakmiz. Ana endi tepaga ko'tariladikcha ekan, bu normali kerak emas. Yo'q. What? Fakkel kerak, fakkel. Ikkita fakkel bo'ldi. Yerdan bir dona fakkel olsak juda yaxshi. Oho. Itlarimiz ancha ko'p. Juda yaxshi. Endi o'sha o'tgan tomonga ketaveraman. Yaxshi, juda yaxshi. Endi ketdik. Bu yerda qo'yni yoniga qo'yib ketamiz. Yerda mendan boshqalar ham bor ekan. Yana bitta ko'ryapman. Nima yoki bu belgimi do'stlar? Realni belgimi bu. Ana yerda buzilgan narsani ko'ryapman. Hozir boramiz. Rampage'larning nimasi yo'q. Buzilgan yo'q. O'ldiramiz. Odam tomonidan qurilgan nima u? Kemami? Stansiyami nima u do'stlar? Xuddi kemaga o'xshayapti. Yaxshi. Boraylikchi, mana bu yerlarga bilmadim. Buzilgan kemami shekilli. Bu yerda mana qamoqxona ko'ryapman. Ichida kim ekan? U yerdagi rampage'lar shunga qo'yishibdi askarlarni. Bo'ldi, tushundim. Kemani ichida qaranglar, kemani ichida basseyn, qoyil basseyn. Ko'rish mumkin emas. Jitilla yashagan. Darajada. Sizlar uchun kirib ko'ramiz. Mana birinchi ko'rdik. Bu yerda nima? Yo'q. Bomba. Mana yo'lni chizishni kerak.
Ayol kim yaşamak ekan? Mana oltin olma. Oltin olma. Menga kerak olma. Qarab turibdi. Qochamiz. Yaxshi. Men hech narsa qilmasam bo'ladi, chunki men urgani yoki men uni urganimni bular ikkinchi etajam bormidi bu kemada. Realni do'stlar, lekin men qo'rqyapman to'g'risi. Ikkinchi etaj nima qiladi kemada? Bo'lganmi ikkinchi etaj? Mayli chiqib ko'ramiz. Qani eshik ochiq. Nima qilyapti bu? Uyat emasmi? Aka, uyat emasmi? Yoshingizni qarang. Uyat. Yo, WhatsApp. Bo'ldi. Qayerda edi? Tepadami? Ha, yo, men hamma kuchimni bitta uryapti-yu. Voy billahi. Gap yo'q. Fire o'ldiribdi o'zi ham. Voy, qaysi edi endi? Fire. O'zi ham o'pibdi. Gap yo'q. Men bilmadim, lekin chiganim yo'q bunaqa bo'lishini. O'zi просто qo'layman o'ldirishimdan. Darajam chiqibdi-ku. Nima bor? Tinitilar. Yo, what? TNT nima qiladi bu yerda do'stlar? TNTlar. Вообще lutu bu yer. Bunga kirib ko'raylikchi. Bu yerda ham eshik ochib kiraverdim. Janosa. Hech narsa bularda. Ana shu uy, qaranglar, mana shu uy, shu yerni qurganning uychasi bo'lsa kerak u. Bundan nimasi bu? Iya. Nima bu? Masalan do'stlar. Wow. Oltin. Buni qaranglar do'stlar. Nima bu? Yo'q, men hech narsasini olmadim. 6 ta oltin olmasini oldim. Boshqa hech narsaga tegmadim do'stlar. Bu yer qanaqa yer endi? Bu yer qovoq, bu yerda oddiy to'y kechqurun tushdi. Yo, men hayron bo'lyapman-da, nima qiladi bu yerda bu narsalar do'stlar? Aytib yuborsin menga. Nima qiladi? Ana bu yerlarni ham ochib ko'raylik. O, 16 bitta. Kumlar. Bu yerda esa daraxt. Bo'ldi do'stlar. Adashmasam bu kema nima kema bo'lishi kerak. Bu hech qanday yovuz niyatlar emas. Minecraft xalqini kemasi bo'lishi kerak. Sababi mana tepaga ham yo'l bor ekan. Bunday shart-sharoitlar oddiy inson qilishga aqli yetmaydi do'stlar. Aqli yetmaydi. Masalan, kema tepasiga shunaqa narsa qurishga kim aql yetadi do'stlar? Bu qafasning ichida bunaqa narsani qo'yishga kimning aqli yetadi do'stlar? Aytinglarchi, aynan shu daryoga qurishga kemani kim bekor do'stlar? Minecraft xalqiniki bo'lishi kerak. Shaharlarga mana shunaqa temir, oltin, mis, mana shunaqa tuxumlar yetkazib bersa kerak deb hisoblayapman men. Sizlar nima deb hisoblaysizlar bilmadim. Mana bu ham neti qoravatdi. Mayli, mana bu yerda ham sandiq bor ekan. Sandiq ochamizda hech tuxum bor ekan. Mayli, mana buni ochaylikchi. Bundan emas bor. Tuxum daraxt. Mayli. Mana bu yerda sandiq bor ekan. Nima? Ha, bu yerda do'stlar adashmasam otlar bo'lgan yoki sigirmi, bu yerda qo'y, cho'chqami bo'lgan u shekilli. O'tmishi shunchaki aytyapman, men bilmadim. Ne qilyapti? Bu yerga ham mehmonxona ketib turibdilar. Nima qarayapsiz? Ancha uzungina mehmonxona ekan-ku.
10 minut bo'libdi video olayotganimga. To'g'risi do'stlar, men prosta qishloqdan chiqib haqiqiy vijvaniya qilmoqchi edim-da. Endi videoning davomi bunaqa narsalar bo'lib ketdi, bilmadim endi. Necha kishi ko'radi, nechta like obuna keladi bu video orqali bilmadim. Aka, kupa kunduz kuni netto'lik aka bu shunday mehmonxona bo'lsa kerak u. Tepaga chiqamiz. Lekin juda ham yaxshi taxlabdi, gap bo'lishi emas. Qaraylar, bu birinchi qavat bo'lsa, ikkinchi qavat, uchinchi qavat. 3 qavatli ekan. Mana bu eshikning mana eshigi. Ulgurmadim. Kelinglar. Yaxshi, endi nimaligini ko'ramiz. Ayo, pingvin bu. Nima? Pingvin? Voy, sasib yotibdi-ku buni ichlari. Yo'q, do'stlar, menga tinchlik kerak. Axir bu qamoqxona-yu. Buni qurganni miyasi to'shni nima deyishni hayron bo'lib qoldim. Axir bular tashqariga chiqargan bo'lsa Minecraft nima desam bo'ladi? Zombi zombilar talpasi-yu. Bular tashqariga chiqargan bo'lsa kim qayerda do'stlar? Zaglin. Maviyami qanaqandir maxluq. Mana bu qarastonlar desa, lekin zombilar bor. Men ketdim. 12 minutlik video bo'lsa, shunday chiqamanda videoni o'chiraveraman do'stlar. Sababi men bosh og'riq kerak emas menga. Bundan bosh og'riq kerak emas. Paratonga yaxshi. Yo'q, bu yer emas. Qaytish, yo'q, mana bu yerda ekan aytgancha. Shu yerda tashqariga chiqamiz. Вообще это katta ile boshimni aylantirib yubordi. Yo'q. Qamoqxonalarni ko'rdim. Bundan chiqdiki, bu yer nima desam bo'ladi? Bir yovuz kimsani qo'li bor bu yerda. Mana bu yerlar ham yo'q qo'rqdi. Mana rampage bo'lishi kerak. Menimcha Minecraft yaratuvchilarining ishi emas bu. Mening yerimda kimdir bor. Player operator yordamida men bir o'zim hozir onlaynman, lekin endi hachoqda bir kirib turaman kim yaratganini. Chunki onlayn bo'lganda men ham kirib ko'raman, lekin bilmadim kim yaratgan. O'zida ko'rib bo'lmaydi kim yaratganini. Ko'rib bo'lmaydi. Xo'p, mana do'stlar, bu yerdan uzoqlashamiz. Boricha uzoqlashamiz do'stlar. Ketdik. Do'stlar, mana qochib keldim yugurib. Yaxshi. Juda yaxshi. Do'stlar, endi aytinglarchi, nima qilay u yerga boraymi qaytib? Agar obunachilarimiz soni 100 ta bo'lsak, obunachilarimiz soni 100 ta bo'lsa, ikkinchi qismini chiqaraman. Shu sababli like bosmasalaringiz ham, tarqatmasalaringiz ham obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. 100 ta obunachidan keyin ikkinchi qismini chiqaraman. Ikkinchi qismda kommentariya yozinglar, nima qilay u yerni. Aytinglar, lekin nima desam bo'ladi? U yer yo'q qilmasdan qo'ymayman. Men chunki bu yerni juda yaxshi o'rgandim, hamma joyini borib ko'rdim. Tangi tomoni bor bu yerda, bu tomonda sahro bor, bu tomon toza ko'l, bu tomon esa mana shunday kema bor ekan. Mana esa juda yaxshi.
Tak. Mana shuni qilamanda, mana shuni qilib o'tiraveraman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish eslardan chiqmasin do'stlar.